Eng ko'p konsultatsiyamda va Instagramda beriladigan savol. Doktor, men shirinlik yeyishni yaxshi ko'raman. Ko'p yesam diabet bo'lamanmi? Javobim sizni biroz hayratda qoldirishi mumkin. Qisqa javob yo'q. To'g'ridan-to'g'ri shirinlik yeyish bu diabetga olib kelmaydi, lekin uzunroq javob bor. Diabetning ikkita turi bor va ular mutlaqo boshqacha. Birinchi tip qandli diabet bu autoimmuniy jarayon bo'lib, oshqozon osti bezi hujayralarini autoimmuniy jarohatlanishi hisobiga insulin ishlab chiqarish jarayoni buziladi. Natijada organizmda mutlaqo insulin yetishmovchiligi yuzaga keladi. Bu umuman shirinlik bilan bog'liq emas. Bu ko'pincha bolalarda uchraydi. Ikkinchisi esa bu ikkinchi tip qandli diabet hisoblanadi, ya'ni insulin rezistentlik natijasida yuzaga kelgan diabet. Bunda insulin bu kalit va glyukozani olib kelib hujayraga kiritib beradi. Hujayra esa bu eshik hisoblanadi. Insulin rezistentlikda aynan mana shu qulf-kalit mexanizmi buziladi, ya'ni insulin glyukozani olib keladi, lekin hujayraga kirita olmaydi. Natijada insulin rezistentlik yuzaga keladi. Risk omillari birinchi navbatda bu ortiqcha tana vazni, keyingisi kam harakatlik, keyingisi esa bu irsiy moyillik va bundan tashqari stresslar sabab bo'ladi. Shirinlik yesangiz to'g'ridan-to'g'ri diabetga sabab bo'lmaydi. Bu ortiqcha kaloriya, ortiqcha vaznga, ortiqcha vazn insulin rezistentligiga sabab bo'ladi va natijada qandli diabet kelib chiqishiga olib keladi. Konsultatsiya uchun esa profilimdagi silkaga o'ting.